Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga qisqacha gamma knife haqida ma'lumot bermoqchiman. Gamma knife qanaqa terapiya, u qanaqangi kasalliklarda qo'llaniladi? Gamma knife bu operatsiyasiz davolash usuli hisoblanadi. Asosan miya kasalliklarida, asosan miya o'smalarida, miyani qon tomir kasalliklarida qo'llaniladi. Gamma knife terapiya operatsiya talab qilinmaydi. Teri hech qanaqa kesilmaydi. 200 dan ortiq gamma nurlarni bir joyga yig'iladi va yig'ilgan joyga miyani maxsus miyadan o'sgan patologik o'choqlar yig'ilgan joyga to'g'ri keladi. 200 dan ortiq gamma nurlari yig'iladi o'sha joyga. Va bundan keyin radioaktiv ta'sir ko'rsatadi, miyani patologik o'chog'i o'sishdan to'xtaydi va yoki massasi kamayadi. Buni plus tomonlari, birinchidan operatsiya talab qilinmaydi. Bemor tezda sog'ayadi. Protseduradan keyin bir kundan keyin bemor uyiga qaytishi mumkin, yurish mumkin va bemorga stress juda ham kam hisoblanadi. Minus tomonlari ham bor. Buni minus tomonlari barcha o'pqilli, barcha miya o'smalariga birdek tushavermaydi. Miya o'smalari hajmi juda ham katta bo'lsa, bu ta'sir qila olmaydi, bu yo'q qila olmaydi. Xuddi o'sha sababga ko'ra bemor birinchi maxsus radiolog va neyroxirurg ko'rigiga kiradi. Neyroxirurg ko'rigidan keyin gamma knife terapiya buyuriladi hajmiga qarab. Minus tomonlari yana bittasi, buni moliyaviy tomonlama ayrim bemorlarga qimmatlik qilinadi. Hozir O'zbekistonda yo'q terapiya hisoblanadi. Yaqin oylarda gamma knife terapiya O'zbekistonda bo'lishi kuzatilyapti. Rahmat hammaga.